Hello everybody, welcome to High Language Trading Center, a video classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn lesson 121. Okay. Assalamu alaikum arkadaşlar. Gayet terbiyeleşme merkezimizde sizin ders konusunda kelganlarni qarshi olamiz. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 121 ders, The Man in a Hat. Okay, The Man in a Hat. So first of all, let me ask a couple of questions from you guys. Look, you know, what have you ever forgotten? So, what have you ever forgotten? Sizlar bir narsani unutib qolganmi? Sizlar nimani unutib qolgansiz arkadaşlar ilgari? Endi men yerga bu jumlaga forgot deganimiz nima desanlar, unutib qolmoq. Okay, ammo o'tgan zaman shakli forget, forgot, forgotten. Okay, demak forget deganimiz unutib qolmoq. Demak, not to remember to do something. Ma'lum bir ish qilishni qanday qilish? Asli emasdek, shu xiyoldan chiqib qilish, izidan chiqib qilish, isdan ko'tarilib qilish. Nima? Forget. Dabanglar? Agishbanglar? Forget. Good. Forget, forgot, forgotten. Yaxshi. Unutib qolmoq, unutib qoldi, unutib qolgan. Okay, forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Yaxshi. I'm sorry, so what have you ever forgotten? You things you bought? Sabr setib olgan narsani unutib qolganmi? Do'konda? Okay, homework? Okay, topshiriqmi? Keys? Ochiqishmi ya? Names? Boshqalarning ismimi? Okay. Or a person? Okay. Bir narsani unutib qo'yib qolganmi, sog'lashlar? Bo'lapmi masalan, siz setib olgan narsani unutib qolganmi? Masalan, bir narsani setib olib, keyin ep ketishini unutib qolib, buni keyin ba'sanlar, "Voy, sinama, toniyamga ahvolda balkim bo'lgan bo'lishi mumkin sog'lashlar." Endi bugungi darsimizda ana shu bir dictionary lug'at setib olib, okay, qanday unutib qolib chiqayotganda qanday desanlar, shu bir hikoya so'z bilan. Okay, what about a name? Birazdan ismini unutib qolish intayin ko'p uchraydi bu. Ismini unutib qolgan vaqtda sizlar qanday bir amal bor? Ne bilamsizlar? Albatta meni qo'limga so'lam nima desanlar, shu telefon nomerini yozganda, voy deb telefon nomerini yozib olganda, voy to'liq isming nima edi? Okay, masalan ismini unutib qolganda shunday so'rash intayin yaxshi. Voy meni telefonim ma ismdek chiqdi. Voy to'liq ismini deb bergan bo'lsanglar deyish orqali voy manda dedi. Okay, so what have you ever forgotten? Look. So next one, recognize. Okay. So if you forgot a person, what can help you to recognize him or her? Agar siz birisini unutib qolgan bo'lsangiz, sizning shu odamni eslay olishingizdagi nima sizga yordam qiladi? Yoki siz shu odamni tunishingizda recognize tonimoqqa nima yordam qiladi? Demak, recognize ning English definition qarab anglar bolalar, to know someone or something because you have seen or heard. Endi men yerga ingliz izohatida endi siz bir odamni tunidingiz, bildingiz. Chunki siz buni ilgari ko'rib boqqan yoki ko'rib boqqan. Demakchi, so what can help you to recognize? Sizlarda aslında shu odamni tunishga nima yordam qiladi? Maybe clothes, color or voice. Okay, voice degan oldin satmiz deganda ovoz shinami? Balkim ovozi, balkim rangi va yoki bo'lmasa nima sadoshlar? Clothes shinami? Balkim sizlarni tunishingizga yordam qilishi mumkin. Xo'sh, amsa bugungi darsimizdan yangi so'zlarni o'rganib ketaylik sadoshlar. Look, the first one is customer. Okay, do you know customer? Oh, you know, customer is a person who buys goods. Okay, nima? Demakchi, narxlar setib olgan odamni deymiz, customer deymiz, ha? Demakchi, xaridor. Shunami? Xaridor. Nima? Customer. Okay. Amsa banglar? Okay. Demakchi, bu kitobxonda nurg'un xaridorlar bor. Nima deymiz bu ishni? Kimda baqiradi? Anyone? Raise your hand. Good. Nima deymiz buni saqlashda? The bookshop has a lot of customers. Have a lot of customers. Endi men yerga lot of degan nurg'unjiq degan gap bor. Bu intayin ko'p ishlaydi ingliz tilida. Amerikaliklar ko'p ishlaydilar buni. Bu intayin bexatarchi. O bu sanig'ini bo'lamdi, bu sanig'ini bo'lmamdi, boshqa turishning hojati yo'q.
Sanağının bolduğu ismlar olib keladi, sanağının bolmaydigan ismlar olib keladi. Demek, bu lot of ne işletiyorsan boldu. Lot of customers, nurgun nimeler, xaridarlar. All right. Okay, next one. Next one. You know, waiters served customers. Nima? Waiters served customers. Nima? Mesela müşü çakarsan nima? Müşü waiters degan nima? Waiters deganimiz sadece kütküçe shunaqa kütküçe xaridarlarga mulozimat qildi shunami? What about school bus drivers serve the student? Maktabning mashinasini haydaydigan shofyor o'quvchilarga mulozimat qildi. Aniqda nima? Doctor serve the sick. Okay? Nima? Doktorlar nimaga? Og'riqlarga mulozimat qildi. What about shop assistants serve the customers? Andaqda nima? Shop assistant, prikazchik kimga mulozimat qildi? Okay, customers, xaridarlarga. Okay, what about policemen serve the people? Saqchilar ammo mulozimat qildi. Demak, bu sharga serve deganimiz nima desanlar? Mulozimat qilmoq demak, give food to the customer in a restaurant or help customers buy goods in a store. Mesela aşxonada boshqalarga tamoq to'shiydigan, tamoq beradigan yoki boshqalar yordam ko'chirsa, yordam beradigan odam nima deymiz? Serve. Ana shu serve deganda mening o'sha Martin Luther King demakchi o'sha dunyodagi intayin bir tangliq shaxs Martin Luther King Jr. Endi bu odam o'sha Amerikada qartilliklarninki azod bo'lishida intayin cho'ng muhim rol o'ynagan. Ya'ni dunyoviy danliq nutuq 21-asrda masalan ilgari so'zlangan ingliz nutqlari 100 danliq nutqning birinchi o'rinda turgan I have a dream. Mening bir orzuyim bor degan nutq so'zlagan odam, shuning avtori Martin Luther Kingning manda bir gapi bor. U nima deydi desanlar? Everyone can be a great man. Har qanday odam nima ulug' shaxs bo'la oladi. Because everybody can serve others. Chunki hammadan boshqalar qanday qilamiz? Mulozimat qilamiz. Like waiters serve the customers, doctors serve the sick, policemen serve the people, school bus drivers serve the students. Demak, jamiyatda har qanday odam qanday insonlar amniyatda boshqalarga mulozimat qilamiz. Masalan, o'qituvchilar o'quvchilarga mulozimat qiladi, shunami? Doktorlar bemorlarga. Ondan keyin saqchilar xalqqa degandekchi. Shunga hamda demakchi har qanday odam qanday insonlar great man, ulug' shaxs bo'la oladi. Chunki nima insonlar bu jamiyatda hammadan qanday insonlar boshqalarga mulozimat qilish orqali demak shu o'zimizga har qanday soat bo'lishidan qat'iy nazar shu boshqalarga yaxshi mulozimat qilsak, serve qilsak, har qanday odam qanday bo'la oladi insonlar hamniyatda danliq shaxs bo'la oladi. Danliq shaxs bo'ladi. Endi bu yerga eng muhim narsa nima? Serve. Good. Serve degan nima? Mulozimat qilmoq. Nima degan gap? Mulozimat qilmoq. Good. Serve. Serve. Okay, good. Xo'sh, endi serve degan nima? Mulozimat qilmoq. Amsa kingsi. Okay, where is the telephone? Look, where is the telephone? It's on the counter. Okay. What? Telefon qayerda? It's on the counter. On the counter. And the counter nima? Long table in a shop, bank, restaurant, etc. Demak, counter degan pulka degan gap. Shunaqa, bu nima desanlar, shu pul yig'adigan, masalan, narsa keraklarimiz bo'lsa, olib pul to'laydigan yani deymiz, counter deymiz. Counter. Demak, counter. Good. Amsa bag'inlar. Okay. Amsa men kitobimni shu pulkaning ustida qo'yib qo'yaptimi, qoldirib qo'yaptimi, unutib qo'yaptimi degan nima deymiz? Masalan, I left my book on the counter. Okay, I left my book on the counter. Okay, men kitobimni pulkaning ustida qo'yib qo'yaptimi. Endi qaranglar bolalar. Okay. Who's that? Who's that? You know, young man. Chimo o'ziga aytdi va kishi payzi kiyinibdi. Nima? Okay, nima? Manager. All right. Manager. Agishanlar, nima? Manager. Okay, good. Manager is someone
whose job is to organize and control work. Manager bo'lsa, shu ishlarni o'rinlashtiradigan, kontrol qilgan odamni deymiz manager. Manager demak direktor, boshqaruvchi deganni deymiz manager. Okay? Amsterdamda u bo'lsa, kitobxonniki boshqaruvchisi yoki shuningki jinglisi deymiz. He is a bookshop manager. U bo'lsa kitobxonning nimasi boshqaruvchisi. Xo'sh, amsa sağolashlar. Okay. Put the words in a right order. Okay. Amsa shu so'zlarni bir o'rniga qo'yib baqsaq. Okay. Sağolashlar. Okay. All right. Amsa qaraydigan bo'lsak, birinchisi nima? Served customers, waiters. You can okay. Okay, men nima qayta olaylar. Yasinda. Okay. All right guys, let's put the words in the right order. Amsa sağolashlar. Masalan, ekranda ko'rib turgan so'zlarni bir o'rniga, to'g'ri o'rniga qo'yib o'tsanglar. Amsa qaranglar, birinchisi serve customers, waiters. Okay. Kimga mulozamat qildi bolalar? Customers serve waiters. Bu ya waiters serve customers. Albatta nima? Waiters serve customers. Kutuvchilar xaridorlarga mulozamat qildi. Masalan, you can me recognize. Demak, can you recognize me? Meni toniy oladingizmi? Number 3. Don't your homework forgot to do. Demak, don't forget to do your homework. Demak, topshiriqlarni ishlashni unutib qolmang. Yaxshi. What about number 4? Look, a telephone. The counter is on. Where is the telephone? Oh, telefon qayerda? The telephone is on the counter. Telefon bo'lsa ustida. Nimaning ustida? Pukening ustida. Is on the counter. Good. On the counter. All right. Number 5. He manager the bookshop is. The name is. He is the bookshop manager. Shunaqa u bo'lsa, kitobxonning nimasi boshqaruvchisi. Xo'sh, amsalashlar qaranglar. Waiters serve the customers. Can you recognize me? Don't forget to do your homework. A telephone is on counter. He is the bookshop manager. Xo'sh, amsa tiks keldik. Muborak savoqlashlar, suyumli savoqlashlar. Amsa sizlar intayin diqqat bilan hozir shu ekranda shundaq yo'qolib ketdimi? Shuning bilan bir MP3 paydo bo'lib, shuning ovozi alindi. Shunga nihoyatda ko'ngil qo'yib anglanglar bu gapni. Okay, listen very carefully, and then answer some questions, and then we start our language point. Good. Listen carefully. Lesson 121. The Man in a Hat. Listen to the tape, then answer this question. Why didn't Carolyn recognize the customer straight away? I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Who served you, sir? The lady who is standing behind the counter. Which books did you buy? The books which are on the counter. Did you serve this gentleman half an hour ago, Carolyn? He says he's the man who bought these books. I can't remember. The man who I served was wearing a hat. Have you got a hat, sir? Yes, I have. Would you put it on, please? All right. Is this the man that you served, Carolyn? Yes, I recognize him now. All right, guys. So answer these questions. Answer most of the questions. Why did the customer come back to the shop? Why? Can you tell me?
Okay, look. Oh, sorry. Because he forgot to take dictionaries with him. Çünkü o lug'atlarni yana elib olishni qanday qilibdi? Unutib qolibdi, shunami? Okay. So where were the books? O kitoblar qayerda? Where were? On the counter? Or in the bookshop? Or outside sirtimi? No. They were on the counter. Good. And keep yana bir savol qaranglar. When did Caroline serve the man? Which Caroline u akshiga qachon mulozimat qilgandi? Half an hour ago. Demakchi, yarim soat burun. Half an hour ago. Buni xalf deb o'qimaymiz, a? Half. Good. Half an hour ago. Okay. Good. And read an answer and true or false. Emsa night vahshit suratda bir kitobinglarga qarab olsanglar bo'ldi. Ruxsat. Emsa ma'o to'g'rimi xatomi bir arif qilinglar. Okay, number 1. The man had bought 2 cheap dictionaries half an hour ago. Eliqi kishi arzon lug'atlarni, arzon 2 tal lug'atni yarim soat burun setib oldi. To'g'rimi? Is it true or false? It is false. Why? Because the man bought 2 expensive dictionaries. Shunami? Qimmat, go'sht qimmat lug'atdan chiqqan setib oldi. Shunami? All right. Okay. So he forgot to take the dictionary away. Is it true? Uni elevation qanda unutib qoldi, to'g'rimi? It's true. Shunaqo? Okay, so number 3, the manager served him. Boshquruvchi uning mulozimat qilganmi? Who? Manager? Or the lady in the counter? No, it's false, right? The lady. Ayol kishi. So the man who Caroline served hasn't got a hat. To'g'rimi? Shlabs yo'q, tushundingmi? False. No. Okay. What about number 5? She recognized him when he put his hat on. U shlabsni kiygan vaqtda uni tanidimi? Yes. No. Yeah, it's true, right? Good job. All right, sağolashlar. Amsa bugungi darsimizdan intayin muhim nuqsa keldik. Language focus. Okay, language focus. Look. Look, would you put it on, please? Qaranglar, put something on. Okay, and the put on deganimiz nima desanglar? Shuni kiymak, taqmoq degan gap. Put on. Masalan, put on your hat. Okay, put on your hat yoki put on it. Shunami? Like put your hat on desanglar, qanday desanglar? Tamoman bo'ldi. Put it on. Okay, put it on. Demak, endi mana o'ttirib qistusanglar bo'ldi. Ismni ishlamasan, put on your hat. Yoki put your hat on. Put it on. Shunami? Demak, endi mushu put on mush qismning o'ttirisiga qanday desanglar, mushlarni qo'ysanglar bo'ladi. All right, endi yana bir me'yori intan grammatikalik muhim bir qoida va savodashlar. Bo'libmi, mushu put onning o'ttirda keladigan, keyinda kelmaydigan nima desanglar, bularni almashlar. Masalan, put on your hat yoki put on your on. Demakchi, mushu your hat ning o'rniga it almashda emasmi? Agar mushu almash, mush put on it degan keyinga qo'ysak bo'lmaydi. Bu grammatikalik cho'ng xatolik. Shunga buni faqat nima deyishimiz kerak? Put it on. Put it on. Agarda mushning keyindagi to'ldiruvchi savodashlar ism bo'lsa, mushu put on ning keyiniga qo'yaversak bo'ladi. Masalan, put on your hat degandek-chu. Mushning bir diqqat qo'yinglar. Okay, masalan, chapan palto kiymak degani nima? Put on your coat yoki put your coat on. Put it on. Tushundingizmi? Okay. Demakchi, put on ning ishlatsa. Endi buningki qarim-qarshi ma'nosi so'z nima dersanglar? Take off. Put on kiymak,
take off degancha savatmak. Okay, endi ikkinchi jumla qaranglar. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Biroq men elib olishni unutib qolibman. Endi men yerga forget to do something degan nima desanglar, ma'lum bir ish qilishni qanday qilish, unutib qilish. Okay, demak, mushuni qanday qilish, shu qilmaslik, qilmaganni bo'lar, forgot to do something. Endi men forgot doing something bo'lsa nima desanglar, okay, ma'lum bir ish qilishni qanday qilish, unutib qilish. Endi buning bir farqi nima desanglar, birisi qilmagan, yana birisi nima desanglar, qilib bo'lgan. Masalan, forget bringing bilan forget to bring. Okay, nima desanglar, sorry, I forget to bring the homework. I will bring it there tomorrow. Okay. Oy, kechiring, men topshiriqni elib olishni unutib qolibman. Men ati mushaga ekib beray. Okay. And the other person, I forgot bringing the homework. Here you are. Okay. Hey, men topshiriqni unutib qolibdikanman. Mana, iling'a. Demakchi, hozir qanday desanglar, shuni bagin. Demakchi, siz masalan tunji kuni shunama, masalan sorry, I forgot to bring the homework bo'lsa men unutib qolibdim, o'shni qilmadingiz shunama. Endi ma ishni qilayotganda uningdan ikkinchi jumladaysiz. I forgot bringing the homework. Here you are. O'ytanga mana asmani unutib qolibdikanman. Shunama, siz mana qilgan vaqtda ma forgot doing deganni ishlatamiz. Masalan, yana voy bu pulni berishni unutib qolibdim tutanga mana. Demakchi hozir nima desanglar baganda voy meni unutib qolibdikanman, qanday qilish berish. Nima desanglar I forgot to give bunda to do bo'lsa, voy meni unutib qolibdiman, dexa bu ishni qanday qilmaganligini bildirdi. Okay. Demak savoldoshlar, endi men remember to do something bilan remember doing something. Okay, remember doing something. Birinchi remember to do something degan nima desanglar, qilmagan ishni menda esida qilish yoki esida ching tutish nima. Okay, yana birisi remember doing something degan nima desanglar, masalan qilib bo'lgan ishlarni qanday qilish, eslash. Okay. Okay guys, look at the sentence structure. Hamsa majmul qurilmalarga qarab qo'yinglar. Okay. Masalan nima? The lady ilqi ayol served me. The lady served me. Shunama? Okay, and the mijarike, the lady is standing behind the counter. Okay, demakchi ilq ayol, qaysi ayol is bo'lsa standing behind the counter. Demakchi, ash pokening keyinda turayotgan ayol shunama? Okay, and buni almashtirsak nima desanglar? The lady who is standing behind the counter served me. Okay, demakchi bu bisharika who deganimiz nima desanglar? Munosabat almashtiradi. Bu endi bugungi darsimizda savolashlar o'sha aniqlovchi biqinli jumlalarni o'rganamiz. Aniqlovchi degan nima desanglar, shu bir ismni oldirga shu aniqlangan obyektni qanday qildi? Aniqlab keldigani. Masalan, the lady, eliq ayol, eliq xonim. Voy qandoq ayol, qandoq xonim bo'lsa, shu standing behind the counter. Shunami? Standing behind the counter. Okay. All right, everyone, let's look at the language focus of our class. And first focus is would you blah 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 it plays. And then put on keldi shunami? And bu put on nima ma'nosini desanglar, kiyim-kechaklarni kiymak, taqmoq degan gap. Bu odatda bir qadar ta'kidlaydigan nima desanglar, demak shu kiyishdan iborat shu harakat bo'ldi. Ammo wear bo'lsa, wear deganimiz kiygilik degan gap qo'y, masalan, ustimizda. Bak. Endi ma put on degan shu kiymak. Okay. Endi bir necha farqi nima desanglar, masalan, put on your hat, put your hat on. O'ttirga ismdan saqin bo'ladi, lekin endi olmash kelib qolganda. Olmash degan nima? U, shu nomi it. Kelganda masalan put on it degan bo'lmaydi. Cho'qim nima? Put it on. Put it on deyishimiz kerak ham yaga. Shunga ham yerda put on it qanday desanglar kelmaydi. Demak, shu put on ning o'ttirsiga qanday desanglar cho'qim ism keladi. Okay. Agar hamda shu
o'tirs ism bo'lsa, o'sha o'tirib qo'yishga bo'ldi, bo'lmasa, agar almashib qolsa, qanaqa qilib bo'lmaydi desanglar, keyin nima qilgan bo'lmaydi. Masalan, chapon kiymak bo'lsa, put on your coat. Put your coat on. Put it on. Shunami? Put it on. Endi ma take off deganimiz nima? Savatmak degan gap bo'ldi. Xo'sh. Endi ikki nuqta qaranglar. Yana I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. And the yerga forgot to do something. Xo'sh, endi forgot to do something bilan forgot doing something qanday desanglar o'xshamaydi. Forgot to do something degan qilmagan, kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarni nima deysizlar desanglar, forgot to do something deysizlar. Masalan, sorry, I forgot to bring the homework. I will bring it here tomorrow, okay? Nima, voy kechiring, men topshiriqni kelishni unutib qolibdim-a, men ertaga kelay. Shunami? Ertaga kelay. Demakchi, endi mana bir ishni qanaqa qilsang, qilmadinglar, qilishni unutib qoldinglar. Shunaqa forgot to do something. Okay? Forgot to do something. Endi mana shu qismi I forgot bringing the homework. Here you are. Okay? Okay. Endi mana nima desanglar, demakchi, bu topshiriqdan berdigan ishdan iborat, bu ishni bir unutib qolibdim-a. Okay? Unutib qolibdim-a? Mana. Demakchi, shu qilib bo'lgan ishni qanday desanglar, unutib qolibdim demakchi, topshiriq qiladigan shu ishni nima desanglar, ilgari qilib bo'lgan ishlarni unutib qolsa nima desanglar, forgot to do something. Okay, endi yana birsi nima desanglar, remember to do something bilan remember doing something. Endi remember to do something deganimiz nima desanglar, kelgusi qilmoqchi bo'lgan ma'lum bir ishni qanday qilish, esida saqlash, esida bo'lish, nima? Endi bu yerga remember doing something bo'lsa nima desanglar, demakchi shu o'tib bo'lib bo'lgan ish qanday desanglar, esida bo'lmoq. Masalan, bir jumla qaranglar, you know, remember to turn off the light when you leave the room, okay? Demak, uydan ayrilgan vaqtingizda unutib qolmang, esingizda bo'lsin, chirog'ini o'chirang. Shunami? Demakchi, men kelgusida bo'lgan, buldirgan ishlarga nima desanglar, unutib qolmang, qanday qilib, cho'qim esingizda bo'lsin, chirog'ini o'chirmang. Shunami? Endi mana ikkinchisi qaranglar, I remembered turning off the light when I left home. Demakchi, men hech aniq esimda, men uydan ayrilgan vaqtda chirog'ini o'chirgan. Demakchi, shu o'tgan zamonda shu qilgan ishingiz hech qanday desanglar, esingizda. Shunami? Okay, remember. Okay, aniqda bugungi sentence structure qaraylik, arkadaşlar. Endi bugungi darsimizda intayin muhim bo'lgan bir jumla qurilmamiz bor. U bo'lsin nima desanglar, bu shu so'nggi deb qo'yamiz, beqindi jumla. Okay, endi bu qaranglar. Masalan, the lady served me. Okay, eliqi ayol men qanday qildi? Mulozimat qildi. Okay? Okay. Qanday desanglar, the lady is standing behind the counter. Okay, demakchi shu eliq ayol qanday qodir standing behind the counter. Endi mau ikki jumla mustaqil bo'lgan ikki jumla saqlashdi. Masalan, the lady served me, eliq ayol mulozimat qildi, eliq ayol nima turadi? Is standing behind the counter. Ada pukani keyin turadi. Endi ma jumla qarab baqsak, ikkilisining hamda meyariga igisi qanday desanglar, o'xshash. Igisi o'xshash. Shunami? Endi ikkilisi qanday desanglar, birisi igisi nima qilgan bo'lsa, ikkinchisi ma igisini qanday qildi? Tushuntirib keldi. Endi buni almashtirsak qanday desanglar, masalan, the lady who, okay, demakchi, endi men yerga yana bir lady nimaga almashdi? Ma munosabat almashgan. Chunki men the lady degan olmaydi. Shunami? Birisi o'xshash o'qagandan nimani almashtirdik? Who ga, masalan, the lady nima? Who ga almashtirdik. And there is standing behind the counter. Demakchi, mush who'ning keyindikisi nima qilib keldi desanglar, aniqlab keladi. Nimani aniqlab keldi desanglar, mush oldirki the lady ni. Eliq ayol, voy qaysi ayol, qanday ayol desa, who is standing behind the counter. Pukening keyinib turgan ayol. Qanday qildi? Served me. Mulozimat qildi. Demakchi, mush din so'njuninki aniqlamasdan nima desanglar, mush oldirki bir ismni qanday qildi? Aniqlab keladi. Shundan onun keyindiki nima who masalan odamlar kelgan nima munosabat olmishi. Okay. Endi qaranglar, I bought the books. Men o kitoblarni sotib oldim. Shunami? Okay. The books are on the counter. Eliq kitoblar bo'lsa, nima pukayning ustida. Okay. And I bought the books and the books are on the counter.
Okay, demek ki hem de miyarıya men şu kitaplarını satın aldığım o kitaplar demek counter'ın üstüne. Hem de miyarıya ikisi ortak boğan nesli miyarıya sanlar miyarıya the books şunama the books. Hem de bu şu books ne ama kendisi inaklap gelsek miyarıya sanlar I bought the books which şunama ma aldırırken ma the books ikinci katın neyim kalmıştı münasebet almıştı which are on the counter. Demek I bought the books which are on the counter. Demek ki aldırırken bu şu book ne kadar akıyordur valla inaklap geldi. Kanda kitap, nere kitap dese which are on the counter. Demek ki şu neyim almıştırken valla şu pokayla almıştırken kitaplar. Okay, pokayla almıştırken. Hem de yani which diye neyim arasınlar bu şu derslerindeki aldırırken derslerindeki inaklap geldiğinde münasebet almışım. Okay. Amsa u bo'lsa eliqi odam. Qanday desanlar? Okay, eliqi odam qanaqa qilganda? The man bought these books. Eliqi odam qanaqa qilganda? Kitobni sotib olganda. Shunami? Demakchi, he is the man who bought these books. Demakchi, u bo'lsa eliqi mush kitoblarni sotib olgan odam shu demakchi. Okay. Demakchi, bu yerga who deganimizda munosabat olmoqlar. Xo'sh, amsallarni qaranglar. Okay, masalan, the man was wearing a hat. Okay, I served the man. Okay, demakchi, el qadam qalpoq kiyib olgan edi. Men shu odamga mulozimat qildim. Demakchi, the man who I served. Demakchi, men mulozimat qilgan el qadam qanaqa bo'lganda qalpoq kiyib olgan. Demakchi, men yerga who deganimiz ham nima munosabat almashtiradi. Xo'sh, anaqa. Okay. Is this the man, okay, yesterday you served the man. Now, you served the man and is this the man? And the boneke, o alqas mulozimat qilgan odam sol qalansa qanaqa qiladi? Son BPN olib o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Is this the man that you served? That you served? Demek ki, sol qalanda. Shunaqa misharga that mi demani sanlar munosabat olmoqlar. Demek arkadaşlar, hamsima cümleleri qarab baqirgan bo'lsanglar, nima? The lady who was standing behind the counter served me. This the man who I served was wearing a hat. I bought the books which or that are on the counter. Or is this the man that you served? Demek ki, mushu keyindeki mush qizil xatga sağlaşmış aldırki lady'ni aniqlab keldi. Who un oldini aniqlab keldi. Much which that oldini aniqlab keldi. And is this the man degan o'xshashlar nima oldini aniqlab keldi. Okay. Endi nima desanlar? Amniyatda mushu aniqlovchi biqin jumla degan nima desanlar? Shu oldidagi shu ismni yoki nima desanlar olmashni aniqlab keladi. Okay, almashni aniqlab keladi. Endi bu jumlani biz hamda nimda ataymiz desanlar, aniqlovchi biqin jumla deymiz. Okay, aniqlovchi biqin jumla deymiz. Okay, endi qarab baqirgan bo'lsak. Okay, masalan, ismni qaysi desanlar, the lady. Okay, onadagi man, ana nima desanlar, miyari who, which, that. Endi bu nima desanlar, mushular munosabat almashlar. Masalan, odamlar kelgan ko'pinchisi nima desanlar, who, shunama, onadagi narsalar kelgancha who, whom, that. Odamlar kelsa, narsalarga nima? Which or that. Okay. Onadagidan yana odamlarni ko'rsatgan nima? That. Okay. Endi mushu munosabat almashtirib hamda shu beqindi jumlalarda qanday vazifalarni o'taydi desanlar, yo ega bo'ladi, yoki nima desanlar, xabar bo'ladi. Vazifasini topshiradi, xabar bo'ladi. Okay. Amsa let's practice for a while. Endi mushu mashq qilsak qanday desanlar, texnik aniq tushunasizlar. Amsa men birinchi jumla qaranglar. The pen. Okay, narsalarga nima keldi? Which yoki that shunaqa. I bought yesterday. Okay. Men tunugan sotib olgan qalam shunami? Ama ikkinchisi qarab baqsaq, nima desanlar, the game eliq o'yin. O'xshashlar bu narsalar bo'lgan ekan, nima which yoki that I am playing. Demakchi, men o'ynayotgan nima? O'yin. Okay, what about number 3? Like the teacher, eliq o'qituvchi. Qaysi o'qituvchi? Who or that wants to see you. Okay. Siz bilan ko'rishishni o'ylagan muallim shu demakchi. Okay. Andaqda sağlaştırma who, which. Okay.
Әмсі мұш cümləni bir cümləyə aylandırıb bırakınlar. Məsələn, the old lady is 150 years old and she's reading a letter. O yaşanan ayal 150 yaş kirdi. O neymiş qotadı? Bir parça xat oqadı. Demek ki old lady who is reading a letter is 150 years old. Demek ki miyari is reading a letter degan oldini qanday qilib berdi? Aniqlab berdi. Tushunami? Aniqlab berdi. Amsa makina qaranglar. The students are my classmates. They are singing in a library. Okay. Demek ki the students are my classmates. Demek ki müşarika students who are singing in a library. Demek ki şu kutupxonani naqsha etayotgan o'quvchilar bo'lsa, mening nimam savol boshlayman. Demek endi müşarika students are singing. Demek ki are singing deganimiz ollarikini qanday qilib keldi? Aniqlab keldi. All right. Keyingi qaranglar. These are the boxes. They are moving the boxes. Okay. Demek ki bular bo'lsa eshiklar, ular shu eshiklarni qanday qilyapti? Yutqalyapti. Demek ki these are the boxes which they are moving. Demek ki ular yutqalayotgan eshiklar shu. Demek ki endi bu yerga boxesni aniqlab kelishni qanday eshiklar? Ular yutqalayotgan. Okay, masalan the bear is happy. The bear is eating honey. Nima? Bu qiyiqchoq intayin xushal. O nima esalyapti? Shunami? The bear which is eating honey. Which is eating honey. Nima is very happy. Demek endi shu bearni nima aniqlab keladi sanlar? Which is eating honey. All right. Ansa yana bir practice qilib qo'yaylik arkadaşlar. Endi buningga sizlar bu shu kitoblarning jubdasi qarasanglar, endi shuningda billa mashq qilsak, billa texim ko'rsang, texim unum yaxshi bo'ldi. Look at and an answer. Who served you? The man who or that is standing behind the counter. Demek ki endi o ko'rsatdi, o qapokani ekanib turgan. Okay, who is making all that noise? Repair the road. The man who or that are repairing the roads. Demek ki yol yasayotgan kimlar? Adamlar. Okay, about that. Which dog is yours? Qarasanglar ikki ta ishlayotgan bir savat ko'taryapti. Demek ki the dog which. Chunki hayvonotlarning narsaga which keladi, ya'ni that is carrying that basket. Nimani savatni ko'tarib olgan. Okay, and who which mushu narsalarni ishlatib, mushu jumlalarni bir o'zgartirib qo'yinglar, balla mashq taskan. Endi buni texnik tafsiliy mazmuniga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning abdiy ta'limimizni tushunsangiz bo'ldi. Yoki ham sizlarni qaranglar, bir tizdim bir ishlaydi. Men ulgu misol qaranglar, ulgu misolni to'g'ri saqlam bo'ldi. Masalan, he is the man called me yesterday. Demek ki he is the man who or that called me yesterday. O mantığını eden tılban kılan şu. Mesela he is the man, he invited me to the party. Demek ki o bolsa beni yığılışqa təklif qılan şu. Demek ki he is the man who or that invited me to the party. Okay? This is the book I bought yesterday. Demek ki this is the book which I bought. Which I bought yesterday. All right. Arkadaşlar, mesela bugünkü dersimizin mazmunu müşahede olsun. Onun çünkü o din sonuculuğu intayin mühim uqum. Hem de bunu texim tepsili düşünüşümüz için keyingi derslerimizde dikkat kılınlar. Keyingi derslerimizin kadar sana intayin noktalı kalda mühim tekrarlayımız. Buldu qanda sualınız olsa, bizninki ünlüler topumuzda qatasanlı oldu. Yoki olmasa, bizning abdiy ta'limlar orqali ovozli inkas qaytarish iqtidori bilan so'zlanib bo'ladi. Okay, and bugungi darsimiz shu olsun. That's all for today. See you next time. Goodbye.